Assalomu alaykum akalar. Sizlarga Vaz 2106 avtomobilini to'p qo'ydim. O'zim haydab yurgan mashina, dokumentda muammosi yo'q. Yangi tex pasportda ko'rishingiz mumkin 84-yilda ishlab chiqarilgan 06. Sotiladi. Narxi sizlar o'ylagandan qaraganda yaxshi, xudo xohlasa. Bolalar yaxshi holatda, zo'r. Euro diska, motorlar 06, yangi. Salon ichlari o'ta chiroyli, go'zal. Mers barq qo'yilgan. Pultlar bor. Toza chexol, sidina chexol. Podarkasiga 4 ta tovuq qalpoq qo'shib beriladi, bilasizlar bu narxini. 65 talik temir metan gaz balon. Benzin yuradi, eng qizig'i. Avtomobil benzinda jihozlangan. Emulyatorlari bor. Motor holatini ko'rsataman sizlarga. Yo'l oldi. Uncha mashinani yetkazmaydi. Xudo xohlasa tortishlari zo'r, radiatorlari zo'r holatda. Eng qizig'i, mashinamiz 84-yilda ishlab chiqarilgan, 84-yil mashina. Hop. Tom qismi radnoy. Mana bunaqa chaqa-chuqalar bor, lekin radnoy. Orqa kapot radnoy. Qolgan tomdan pastini o'zimiz uchun yengil освежить qilganmiz. Bu ustanaga olib borib ko'rsatib ko'rasizlar. Mashina xudo xohlasa o'zim haydab yurgan mashina. Parod qilmaydi, tortishlari zo'r, akkumulyatorlar yangi. Prosta atib qo'yilmagan. Okalar sotiladi. Kimga eshguli shunaqa mashina olamanda yurganlar bo'lsa, jo'natib qo'ying. Mashina ishonchli mashina, o'zimiz nomimizda. Yaxshi inson bo'ladigan bo'lsa, generalni beramiz. Kelishib qolsa, narxini sotib olamiz. $1200. Okalar. O'so'ringlar, shuni eshguli olaman deydigan tanishlaringizga jo'natib o'ring.